Assalomu alaykum. Ekran oldidagi kompyuter vaskalari ham o'qirmanlar. Hammanglarniki mushu vaqti xayrlik bo'lsin. Men United Coder shirkatimizniki Turkiya ham Yevropadagi boshqa davlatlarga qartilgan yumshoq detalniki sifatini tekshirishni avtomatlashtirish programmasini uqtirishni chiqargandan keyin nurg'unlagan qarindoshlarimiz tizimli bo'ldi. Ham bir qism qarindoshlar mendan savol so'radi. Men har bir qarindoshimizniki savoliga ayrim javob berishning o'rniga men bütün savollarni yig'ib mushu ekran yuzida bevosita javob berishni to'g'ri topdim. Shuningga men mushu sin orqali nurg'unlagan savollarga javob bermoqchi. Bu programmaniki ismi United Coder Europe 2021 April Program. Yani United Coder Avrupa 2021 aprelda boshlaydigan program. Bu programda siz nemigunsiz deganda yumshoq detalniki sifatini tekshirishni avtomatlashtirish. Buni inglizcha Software Test Automation Engineer deymiz yoki SDET yoki STET. Yani Software Development Engineer in Test deymiz. Mundaq bo'lsa, diqqatingiz ekranda bo'lsin. Men tuvanda mushu savollarga bir-birlab javob beraman. Birinchi so'ragan savol: Yevropa taraflarda xizmat bormikan? O'rtacha maoshi qanchalik bo'ladi ekan? O'qishga solgan mablag'ning foydasi bo'lamdi ekan? Undaq bo'lsa, tuvanda ekran qarayli. IT sohasida ishlayotgan qarindoshlar bilasizlar. Glassdoor degan mushu shirkat, odatda bu bir xalqaro shirkat. Nurg'unlagan qarindoshlarimiz mushu shirkatdan ish izlayapti. Ya'ni ish izlaydigan bu bir turbat emas. Nurg'unlagan turbat bor. Masalan, Amerikada ziprecruiter.com degan turbat bor. Masalan, mushu turbatni men Test Automation Engineer deb kirgizay. Bu yerdan search job deb izlasam, Amerikaning o'zida 53,000 position bor ekan. Yoki 53,000 xizmat fursati bor ekan. Buniki maoshi qarasak 95,000 dan 150,000gacha. Bizniki bu programma endi asosan Turkiya va Yevropadagi boshqa davlatlarga qartilgan. Undaq bo'lsa, tuvanda men shu davlatdagi xizmatlarni biroq izlab boqay. Ma Glassdoor turbatni ochdik. Bu yerga xizmatga Software Test Engineer. Ondan ma qarasan Location Turkey. Mani izlasam hozir. Ko'rib turibsan, Turkiyaning o'zida 202 position bor ekan. Anqarada bor ekan, Istanbulda bor ekan. Masalan, bu yoqdagi Junior Software Test Engineer ma Istanbuldagi positionga nima talab qildi ekan deganda, qarasanglar Jira degan so'z talab qildi ekan, biz Jirani o'tamiz. CI/CD process talab qildi ekan, buni o'tamiz. Test bilan test case yozgan, buni o'tamiz. Ondan SQL deydi, database o'tamiz. Biz programmaga Java program bilan Selenium o'tamiz. Manda C# debdi, asan o'xshaydi. Ondan QA knowledge, mushu yumshoq detalniki sutni tekshirish jarayonidagi nazariyani o'tamiz. Demak, bizniki mushu sizlarga o'tadigan barliq o'tadigan texnika mushu xizmatniki talabiga mos keladi. Masalan, bu yoqda command group deganda, masalan, Istanbul Yamri position bor ekan. Bunga qarasak, buningdan mu talabi mushu QA engineer debdi. Asosan shu bizniki sizlarga o'tadigan mazmunga o'xshash. Anda buningda excellent written and spoken English. Nurg'unlagan xizmatlarga mayli Turkiya bo'lsin, Gollandiya bo'lsin, Belgiya bo'lsin, Germaniya, Fransiya, Angliya bo'lsin, ko'pincha xizmatlarga ingliz tili talab qiladi. Ya'ni ingliz tilini ma'lum saviyada bilish talab qiladi. Mushu desired skill degan nima deganda, sizlardan talab qiladigan iqtidor. Mushu iqtidorning hammasini biz mushu 6 oylik training tarbiyalash 2 oylik projekt jarayonida o'rgatamiz. Shunda bo'lganda hozir Turkiyada 202 position bor ekan. Masalan, bu yoqdan Turkiyani olmay, masalan, Nederlandda bizda boqili.
Netherlands. Netherland'da 6795 pozisyon var ekan. Netherlands. Bunun başqa mesela Belgium. Belgiya şunama. Belgium izlep bakılı. Belgiyada qarasanglar 3489 open position var ekan. Ondan mesela Fransa'da izlep bakılı. Fransiya. Fransiyada 808 position var ekan. Germaniya izlep bakılı. Germaniyada 4329 position var ekan. Ondan Angliyada izlep bakılı. England. Angliyada manda 43 open position septu. Eğer Angliyada bu software test engine be, bu software test automation dep izlesek. Qaranlar all jobs deydi. Bunun da 3525 pozisyon var ekan. Şuna ben müşü torbetten sizlerge kösüp koydum. Birinci sualınlığa cevap versem, Avrupa taraflarda hazır hizmetler intayınca, ondan hizmetlerinki sani günden günge yaşıvatıdı. İkincisi, o'ttirchi maaş qanchalik bo'ladi ekan, o'qishga solgan mablag'ning qaysi bo'ladi ekan deydi. Bu nihoyatda yaxshi savol. Mayli siz oliy maktabda o'qing yoki bizninkidek shundoq kasbiy shirkatlarda qisqa muddat ichida tarbiyalanib yuqori maoshga erishishni o'ylang. Chuqur siz solgan mablag'ingizningki qimmatini yoritishingiz kerak. Biz Amerikadagi bolalardan bizning shirkatda odatda $6000 o'qish puli olamiz. Ya'ni $3000 xizmatga chiqishdan burun to'laydi. $3000 xizmatga chiqqandan keyin to'laydi. Amerikada ish topganlarniki o'tirchi maoshi $80000. Masalan, $80000 biz $6000 chiqarib o'tib, ondan foydasini olsak 1200% foydadan gap. Turkiyadagilardan biz $1000 o'qish puli olamiz. Biroq olamiz. Turkiyadan bizniki xizmat topgan qarindoshlarimiz 80.000 lira ishlayotdi. Shunda olganda $1000 degan gap, hozir Turkiyaniki puli uchun 80.000 lira desak, 80.000 liradan 8.000 lirani elbasak 72.000 lira hesapda foydagan bo'ladi. Buningki foydasi 1000% atrofida bo'ladi. Endi Netherland, Belgiya, shunama, Gollandiya, Belgiya, England. Mush davlatlar qarindoshlardan bu biz $1000 o'qish puli olsak, Netherlandda o'tirchi maoshi $76.000 ekan, Belgiyada $74.000, Angliyada $78.000 ekan. Mana bu yevro bo'yicha solib qo'ygan. Buniki foydasini qarasanglar, biz solgan mablag' nisbatan bu 7500% foyda. Şunu neyim demakchi deganda, bu faqat sizlarningki shu maosh tarafdan olgan foyda. Uningdan boshqa sizlar bir injener bo'lgandan keyin, sizlarningki butun bir oiladagi bolalarga bir ulgu tiklaysizlar. Bolalarningki keyingi IT sohasiga kirishga asos solasizlar. Shuningcha bizning bu programmada tarbiyalanib xizmat chiqsanglar, buningki bir ömürlük foydasi intayin jeh bo'ladi. Shuningcha Yevropa davlatlarida xizmatlarchiq, sizlarniki solgan mablag'inglar yaxshi o'rganib, xizmatga erishsanglar chuqur qaytib keladi. Ikkinchi savol, darsliklar nimalarni o'tsizlar, qachon, qandoq o'tsizlar deydi. Biz darslikda o'tadigan mazmun intayin jiq. Bu mazmunlarni nereden ko'ramiz deganda, sizlar unitedcoderschool.comga chiqsanglar bo'ladi. Chiqsanglar, shu unitedcoderschool.comning o'zida bizningki sizlarga o'tadigan mazmunlar hammasi mana shu yerda bor. Kompyuterniki asosiy bilimlari, kompyuterniki tor bilimlari, Amazon AWS'niki bilimlari, Selenium IDE, Grid, HTML, CSS, JavaScript,
bu software test development life cycle software'ninki qandaq yazib chiqadigan felsefasi STLC software'ni tekshirish. Ondan test plan yazish, test case yazish, Jira bug tracking system, Confluence deymiz, Java database, sonliq ambar, SQL server, Java'niki basic, advanced knowledge, ondan Selenium'niki UI automation, API automation, ondan Cucumber UI automation deymiz, Java API test automation, database automation, performance testing, CI/CD process, Git, Bitbucket, Bamboo, Jenkins, muşan hemen ötümüz. Bu uçurlarını müşaktan kösana buludu. Ya komisa bizim şirketindeki unitedcoder.com'a çıkıp müşaktaki full stack coding bootcamp çıkan deyken bu Avrupa geçiren programın kuçurba. Müşaktan program duration bu requirement training program content. Müşne aslanla, müşne içinde bütün uçurlar ba. Buna. Hemmisi ötürenmez bundan ki ba. Şunlaşka bu 6 ay mezgildeki bizninki sizlerge ötüren mezmun del müşü IT şirketlerde en zürrü boğan müşü tırnakılık uçurlarını ötümüz. Esin tutsun bizninki bu training kitaptaki textbook training emas. Men burun sizlarga deyman. İngliz tilini kitaptan öğrengenler bilen emni turmuşdan öğrengenler o'xshamaydi. Shundaymi? Masalan, burun nurg'ulg'an qarindoshlarimiz vatandagi vaqtida yangi o'qim ingliz tilini o'rgangan. Lekin biz Amerikaga biz qildik. Yangi o'qim ingliz tilida o'rgangan ingliz tilini Amerikada hech qanday bir odamning men so'zligini anglab boqmadim. Biz əmli xizmət jarayonida, turmuş jarayonida Amerikalıqlardek ingliz tilini so'zlashni o'rgandik. Shuningdek, bizning bu trainingda ma'lum bir kitobni asos qilib emas, bizning shirkatdagi injenerlarninki oldingi 10 yilda to'plagan tajribasini orqali biz shu shirkatlarda test automation shu kasbni qanday ishlatgan bo'lsa, biz shu texnikalarni sizlarga o'tamiz. Darsninki qanday o'tisizlar degan savolga darsni to'rda o'tamiz. To'rda o'tganda yoki Google Meeting ishlatamiz, yoki GoToMeeting ishlatamiz, yoki boshqasini ishlatamiz. Bu to'rda naq maydon o'tildi. Ders qachon boshlanib, qachon oxirlashadi? 3-savol. Buningga men taxminan hozirgi programmaninkini bekitib qo'ydim. Biz har shanba kuni İstanbul vaqti 9'dan 1gacha, ya'ni tushdan burun shanba kuni 4 soat, Amsterdamda 8'dan 12gacha bo'ladi ekan, Myunxenda 8'dan 12gacha, Stokholmda 8'dan 12gacha, shanba kuni yarim kun, ya'ni 4 soat. Har seshanba kuni kech soat 7'dan 9gacha, har payshanba 7'dan 9gacha bo'lib, shunda bo'lganda jami bu 8 soat dars bo'ladi. Siz faqat her haftada 8 saat vaqtingizni mushunga ajratsanlar, qolgan vaqtlarda o'zingizning normal turmush xizmatini olib borsangiz bo'ldi. Shuningdek, sizlarniki turmushingizga, xizmatingizga ta'sir qilmaydi. Ondan bu dam olish vaqti yozda 2 haftalik yozlik ta'til bo'ladi. Qishda 1 haftalik winter break bo'ldi. Bizningki hozirgi planimizda bu dersni 4. ayninki biri başlamakçı. 4. ayninki biri başlasak 11. ayda yoki yil oxirida bu ders tugaydi. Bolalarninki darsni o'zlashtirish ahvoliga qarab ba'zida dars 1-2 hafta burun tugaydi yoki 1-2 hafta keyin tugaydi. Shuningdek, umumiy programma, ya'ni tarbiyalash 6 oylik bo'ladi. Bizningki ondan 6 oy tugagandan keyin bolalar 2 oy proje ishlaysizlar. Mushu vaqtdan boshqa davlatdagi, masalan, atrofimizda Malayziyadan, Dubaydan, Yaponiyadan, yana boshqa davlatlardagi qarindoshlar bor, Fransiyadan, Angliyadan degandek. Agar shu davlatdagi qarindoshlar qatnashimiz desanglar,
o'zingizning vaqtini shu İstanbul vaqtiga qarab to'g'rilasangiz bo'ldi. Biz endi butun davlatdagi har bir qarindishimizniki vaqtiga mos keltirib vaqtini bekitolmaymiz. Shu bizningki darsniki bekitilgan vaqt hisoblanadi. O'tilgan darslarniki mazmuni hammasi shu haftaga ayrılib bo'lgan umumiy darslik 26 hafta. Ya'ni 26 hafta degan dal 6 oyda tugaydi. Ondan keyingi 2 oy, ya'ni 26 haftadan 32 haftagacha bolalar 2 oylik proje ishlaysizlar. Agar shu darslik mazmuniga nisbatan savolinglar bo'lib qolsa, menga elxat yozsangiz bo'ldi. Ya'ni services@unitedcoder.com yoki meniki telefon nomerimni WhatsAppga qo'shib olib, WhatsApp orqali men bilan aloqalasangiz bo'ladi. Ondan 4-chi savol. Darslik tugasa diplom beramsizlar. Yevropadagi davlatlar diplomni bak ko'radi deydi. Darslik tugasa biz odatda hozirgi shu tarbiyalashni yapag'ili Amerikada 8 yil bo'lib qoldi. Biz bolalarga diplom bermaymiz. Lekin zarur bo'lsa, sizlarga bizningki tarbiyalashni tugatdi deb sertifikat chiqarib bersak bo'ladi. Chunki Amerika, Kanada, Angliya davlatlarda odatda diplomga qarab ketmaydi. Agar diplom lozim bo'lsa, biz certificate of completion, ya'ni bizniki shu tarbiyalashni tugatdi deb xat chiqarib beramiz. Bizning shirkat tarbiyalangan deb sizlar o'zingizniki rezyumega yozsangiz bo'ladi. Shirkatda proje ishlagan deb yozsangiz bo'ladi. Buning tafsilotini biz keyin desak bo'ldi. Endi albatta Yevropadagi davlatlar diplomni bak ko'rdiqash o'qisa, biz sizlarga shu sertifikat chiqarib beramiz. Ondan biz bizningki shirkatlar tarbiyalangan o'quvchilarniki Java, Oracle shirkatiniki o'lchamlik imtihonga qatnashib, shu yerdan kinishga kelishni tavsiya qilamiz. Masalan, Java, Oracle certification deb izlasanglar, Java'niki Oracle certificationda odatda buni OCA mi deydi? Java Oracle certification'niki Oracle Certified Professional. Bu OCP deydi. OCA. OCA Associate. Ma'noni olsangiz bo'ldi. Bizningki shirkatda tarbiyalangan o'quvchilar agar Java'ni shu darsxonadagi mazmunlarga ergishib, proyektni ishlab, topshiriqni ishlab mansanglar, bu imtihondan asosan o'tib ketasizlar. Chunki Oracle shirkatininki sertifikasini butun dunyo taraf qiladi. Shunga biz bolalarninki bizningki shirkat tarbiyalandi degan sertifikationdan boshqa shu Oracle shirkatininki Java imtihoniga qatnashishni tavsiya qilamiz. 5-si o'qish puli qimmat ekan, azon qilsanglar bo'lmamdi deydi. Endi bu savolga men nima deb javob berishni to'g'ri uqmay qoldim. Biz Amerikadagi bolalardan $6,000 olamiz. Chet eldagi, masalan, Amerikadan boshqa yerdagi Turkiya, Niderland, Belgiya budek bolalarga biz o'qish pulini $1,000 qilib bekitib qo'ydik. Bu o'qish pulini buningdan azon qilish bo'lmaydi. Amniyatda Amerikadagi boshqa maktablarmi o'qish pulini bizning shirkatdan xili ur oladi. Agar savolinglar bo'lib qolsa, menimcha boshqa maktablarga surishib qolsangiz bo'ladi. Shunga bu o'qish pulini azon qilish bo'lmaydi. Balkim o'qish puli bir yildan o'sishi mumkin. 7-chi savol, darsni YouTube'ga qo'yamsizlar deydi. Men bu savolga burungi programmaga o'qitish qilgan javob bergan, biz darsni YouTube'ga qo'ymaymiz. Bizning qarindoshlar YouTube'ga shundoq amroq ekan. Men YouTube'ga o'tganda chiqarib qo'ydim. Uyg'ur School degan bir kanal açsam 500 odam, 500 qarindishimiz tizimni tutdi. Hozir aslında Java o'rganadi. Lekin naqsh usul anglaydigan YouTube kanalida 5000, 10000 qarindishimiz bor ekan. Shunga bizning qarindoshlar YouTube'ga da naqsha usulni anglasangiz bo'ladi. Biz bu shirkatninki o'zining muntazam
ma'rif sistemasi bor. YouTube degan ma'rif sistemasi emas. YouTube faqat naqshlarni anglaydigan, boshqalarga xabar chiqaradigan sistema. Biz darsni YouTube'ga qo'ymaymiz. Bizning maqsadimiz YouTube'ga qo'yib e'londan pul tepish emas. U burutdagi boshqa qusoq to'ymabdi deb, bu bizniki shirkat, muntazam shirkat. Biz YouTube'dagi $5, $10 e'lon puliga tayinib bu shirkat mandurmaymiz. Biz shirkatniki nomida projekt olamiz, injener tarbiyalaymiz, shirkatlarniki IT operationga yordam qilamiz. Shuningdek, darsni hargiz YouTube'ga qo'ymaymiz. 7-chi savol, darsga nahmadan qatnasha olmasam keyin ko'rishib bo'lamdi deydi. Darsga nahmadan qatnasha olmasanglar keyin ko'rishib bo'ladi. Men sizlarga ko'rsatib qo'ysam, bizning shirkatniki muntazam video sistemasi bor. Masalan, shu seleniummasterteachable.com degan shu sistemada bizningki bolalar sistemaga men access bergandan keyin butun rekord qilgan uchurlarni darsga sistemaga qo'yamiz. Dunyoning har qanday yerda tor bo'lsa, shu sistemaga kirib video anglaysizlar. Bundan boshqa unitedcoderschool.com ning o'zida bolalar muntazam topshiriq ishlaysizlar. Masalan, bizniki hozirgi qaroqniki bolalarda Selenium, Java, Automation, Uyg'urcha qaranglar. Har haftada bolalar topshiriq ishlaysizlar, projekt ishlaysizlar. Bizniki muntazam sistemamiz bor. Undan boshqa bizniki CI/CD prosesda, masalan, Jira sistemi deymiz. Shu bug tracking system. Ondan Confluence deymiz. Bizniki document management system bor. Onun kendinden Jenkins deymiz. Jenkins degan build server. Undan boshqa yana bizniki Bitbucket. Yani Bitbucket degan code management system. Demek bizniki shirkatniki bütün shu ma'rifga ishlatilgan barliq sistemasi intayin mukammal. Shunga darsga nahmadan qatnasha olmasanglar, keyin shu videolarni ko'rib, topshiriqlarni ishlab yetishib olsanglar bo'ladi. 8-chi savol, darslikka kompyuter bo'lmasimi bo'lamdi deydi. Darslikka kompyuter bo'lmasa qat'iy bo'lmaydi. Bizning bu tarbiyalash bolalarniki o'ziniki bunday bilim oshiradigan yoki men o'rganib qo'yay degichlarni tarbiyalash emas. Sizlar kompyuter sohasida injener bo'lishinglar uchun chuqur sizlarda kompyuter bo'lishi kerak. Biz ders qatnashgan har bir o'quvchidan birdan kompyuter bo'lishini, 2 ekran bo'lishini talab qilamiz. Chunki darsni o'tgan vaqtida bir ekranda darslikdagi naq maydon videoni ochib qo'ysanglar, yeni bir ekranda mashg'ulot yaparsizlar. Shunaqa darslikka kompyuter bo'lmasa qat'iy bo'lmaydi. 9-chi savol, o'qish pulini qanday to'laymiz? Avval o'qib, xizmat tepib, ondan pul to'lasam bo'lamdi deydi. O'qish pulini biz shu sharoiti bor o'quvchilar, ya'ni shu Turkiyadan boshqa davlatdagi o'quvchilar bo'lsa PayPal orqali bizning shirkatga bevosita avassan yaxshi. Ondan Turkiyadagi o'quvchilar shu PayPal ishlamaydi ekan, biz pulni avatamidik deb nurg'ulon qiyinchilik uchirdi. Men Turkiyadan shu Turkiyaniki bank hisobidan avat berman, shuninga pulni ursang bo'ldi. Ondan avval o'qib, xizmat tepib, ondan pul to'lasam bo'lamdi degan bu savolni mendan so'raganlar bo'ldi. Unda qilish bo'lmaydi. Bizniki nurg'un qarindoshlarimiz bor, chet elliklar ochgan shirkatlar bo'lib qolsa. Masalan, sizlar mehmon saroyga yetmoqchi bo'lsanglar, avval pul to'lab uyni zakaz qilasizlar. Oshxonaga kirmoqchi bo'lsanglar, avval pul to'lab ondan tamoq yeysizlar. Shundaymi? Bir shahardan yana bir shaharga bormoqchi bo'lsanglar, mashinaga avval pul to'lab biletni olib ondan borasizlar. Shunga o'xshash biz bu shirkatda oldi bilan shirkatniki chiqimlarini o'quvchilarning o'qish pulidan chiqarib, shuni qamdashimiz kerak. Albatta sizlarniki to'lagan o'qish puliniki biz 70% dan 80% gacha bizniki shirkatniki butun IT operationga mablag' solamiz. Shunga avval o'qib, xizmat tepib, ondan pulni to'lagan ish mavjud emas. Agar avval o'qib, xizmat tepib, ondan pul to'lagan ish bo'lsa, bizning Amerikadagi o'quvchilarga o'xshash avval $3000 to'langlar.
Anda xizmat chiqqandan keyin 3000 dollarni qo'shib to'lasang bo'ldi. Biz Turkiya ham Yevropadagi davlatga qarindoshdan uni talab qilmadik. Biz faqatla 1000 dollar o'qish puli talab qildik. 500 dollarni o'qish boshlashdan burun to'laysizlar, qolgan 500 dollarni har oyda 100 dollardan to'lasang bo'ldi. Shunlashqa hech qanday bir maktab o'rinda avval pul to'lamay o'qib olib, xizmatga chiqqandan keyin andin pul to'laydigan bunday ish mavjud emas. 10-si darsni bir hafta sinab anglab o'qib, andin pul to'lasang bo'lamdi deydi. Darsni bir hafta sinab o'qib, andin pul to'lasanglar bo'lmaydi. Men burunmi degan bu bizniki 6 oy o'tadigan mazmun har hafta o'tadigan darslik bir-biriga o'xshamaydi. Sizlar bir hafta darsni anglab o'qib, keyingi haftalik mazmunni o'rganamdim degan bu planingizga javob topolmaysizlar. Chunki bizning har hafta sizlarga o'tadigan mazmun o'xshamaydi. Har haftada yangi mazmun o'rgansizlar, topshiriq ishlaysizlar. Shunlashqa bu bir avval sinab o'qib, andin anlaydigan bir kurs emas. Agar darsni qanday o'tadigandu zodi men o'rganamdim degislar o'qasa, Facebook'dagi videoni chiqardik. Burun xizmat topganlardan so'rab olsangiz bo'ldi. Bilimlarni obdan bog'lab, andin dars o'qishga qaror chiqaringlar. Cho'qim o'qishni boshlashdan burun bizningki bir qism to'lagan pulni to'lamasangiz bo'lmaydi. 11-si men o'rganalaymanmi? Qanday o'rganaman? İngilizce faqatla savodim yo'q, o'rganalamdim deydi. Men burun degan o'rganmaydigan odam yo'q. Lekin o'rganmaydigan odam bor. Bizningki hozirga qadar shu eshitgan kursda to'liq o'tirib bitirib ish topgan o'quvchilarmi bor? Oliy maktabni bitirib biznikida tarbiyalanib ish topganlar bor. Hatto biznikida tarbiyalangan doktorlarmi bor. Shunlashqa mayli sizda to'liq o'tirniki diplom bo'lsin, oliy maktabdagi bankaninki to'liq kursin diplom bo'lsin yoki sizniki doktorlik unvoningiz bo'lsin, biz hammasini noldan boshlaymiz. Har bir shu endi unvon qancha yuqori bo'lgan sari albatta asosiy bilim yaxshi bo'ladi. Irodangizni bog'lasangiz buni o'rganalaysiz. İngilizce faqat savodim yo'q, o'rganalamdim deganga biz shu Yevropa qartagan programmani İngilizce bilmaydiganlarga ham İngilizce o'rgangach darsni Uyg'urcha deb Uyg'urcha İngilizce bu program ta'sis qildik. Shunga siz shu programma qatnashish jarayonida inglizceni birdan o'rganib mangsiz. Shunga agar bilingizni bel bog'lasangiz buni cho'qim o'rganib ketalaysiz. Shunday qilib yuqoridagi men bu 11 savolni yig'ib bir javob berdim. Agar yana boshqa savollar bo'lib qolsa, bizningki shu Facebook betimizda uchur yasagan bo'ladi yoki WhatsApp orqali uchur yasagan bo'ladi. Bu programmani asli hech planimiz yo'qdi, lekin Yevropadagi nurg'unlagan qarindoshlar shu 2020-yildagi programmaga ulgurmay qoldik. Yana bir qara ish bersangiz bo'ladi deb talab qilganlik uchun buni programma ta'sis qildik. Agar bu qatimki fursatni ketkizib qo'ysanglar, bu fursat kelar yili kelamdu kelmamdu, hozircha buning aniq plani yo'q. Shunga men ko'p qarindoshlarniki shu oxirgi fursatni ching tutishni umid qilaman. Undaq bo'lsa, bugungi sinni ko'ngil qo'yib anglanglar ko'p rahmat. Shu sin sizlarniki nurg'un savollarga javob bo'ladi deb o'ylayman. Agar yana boshqa savollar bo'lib qolsa, Facebook betlarda, Instagramda, WhatsAppda uchrashsangiz bo'ladi. Hammanglarniki shu vaqtda xayrlik bo'lsin. Allohga omonat.